Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Notebook LM haqida gaplashamiz. Notebook LM bu Google dasturlarining ichida eng kam tanilgan, lekin eng ko'p ishlarni bajarib beradigan sun'iy intellekt hisoblanadi. Endi u shunchalik kuchliki, u hech qachon, ya'ni ChatGPTdan, Gemini'dan farqli tomoni, u hech qachon gallyutsinatsiya bo'lmaydi. Chunki u faqat siz yuklagan manbalardangina ma'lumotlarni sizga olib tahlil qilib beradi. Keling, endi uni bir boshidan ko'rib chiqamiz. Siz unga qayerlardan kirishingiz mumkin? Misol uchun, bu biz yuqorida aytib o'tdik, Gemini'ning dasturi. Unga siz Gemini orqali kirishingiz ham mumkin. Mana bu yerda bemalol mana bitta variant, mana shunaqa doska hosil bo'ladi. Ikkinchisi, Google pochtdan kirishingiz ham mumkin. E'tibor beringlar, ro'yxatdan o'tib olasizlar. Bemalol a, bir man interfeys tanishtirib o'taman. Bu yerda nimalar bor? Bu yerda tepada logotipi turadi, o'ng tomonda yaratish tugmasi, sozlamalar bu joyda. Misol uchun sizga nimalar kerak bo'lsa, aytaylik, yorug'likni o'zgartirib olish mumkin, litsenziya kerak emas, obuna boshqaruvi hozircha sizga kerak emas, bepulida ishlab turish kerak. Xo'p, natijalar tili. Bu joyda ja ko'p til, ko'p emas, lekin siz xavotir olmang. Siz buni bemalol nastroyka qilishingiz mumkin. Men uni keyingi videolarda tushuntirib o'taman. Demak, birinchi sahifaga ochilgandan keyin sizlar mana plus tugmasini bosasizlar yoki yaratish degan tugmani bosasizlar. Mana bu joyda saralab olishinglar ham mumkin. Mana bu misol uchun bunaqa variant ham bo'lishi mumkin yokida bunaqa variant ham bo'lishi mumkin. Bizga bu variant qulay. Biz boshladik. Sizlar kirasizlar. Sizlar kirganinglarda asosan mana doimiy ishlaydigan 3 ta doska bo'ladi. Birinchisi manbalar, ikkinchisi ya'ni o'rtada chat, uchinchisi studio. Endi tushuntirib o'taman. Bu yerda nimalar bor? Siz asosiy manbalarni, ya'ni ma'lumotlarni manbalar bo'limiga yuklaysiz. U yerda nimalar bor? Bu yerda internetni yuklashingiz mumkin, tezkor qidiruv bor, mana bu joyda, mana chuqur tadqiqot bor. Aytaylik, mana shu joyga misol uchun Google'ga yozishingiz mumkin. Bemalol sizga chiqarib beradi. Undan tashqari, fayllarni yuklashingiz mumkin bemalol kompyuterdan. Undan tashqari, YouTube'dan ma'lumotlarni yuklashingiz mumkin, ya'ni link orqali. Undan tashqari yana bemalol mana Google Disk ulangan bo'ladi yoki integratsiya qilingan bo'ladi. Bemalol o'sha yerdan ma'lumotlarni yuklashingiz mumkin. Keyingisi, siz o'zingiz yozishingiz ham mumkin. Aytaylik, ChatGPT yoki Gemini bilan yoki Cloud'da chiroyli qilib prompt yozdirib yoki tekst yozdirib, bemalol bu joyga tashlab, foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari mana bu joyda ham, aytaylik, ma'lumotlar qidirish imkoniyati bor. Bu joyda Google Diskni tortish ham mumkin yoki internetdan bo'lishi ham mumkin. Misol uchun chuqur tadqiqot qilish ham mumkin. Mana bunaqa holat bo'ladi. Sizlar uni bemalol integratsiya qilib olsangiz bo'ladi. Endi o'rtaga kelamiz. O'rtada nimalar bor? O'rtada siz bilan muloqot qiladigan, xuddi insondek muloqot qiladigan sun'iy intellekt bor. ChatGPT bor. Bu chat. Undan tashqari, siz har safar yangi notebook ochib, manbalarni yuklaganingizda mana bu joyda paydo bo'ladi. Ya'ni pastda ko'rinib turibdi, ko'rinib turadi, siz nechta manba yuklaganingiz va sana. Undan tashqari mana bu joyga siz bemalol rasm yuklashingiz mumkin. Yokida o'zingizning misol uchun daftar tavsiyalaringizni yozib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun mana bu joyda bemalol. U ham mana bu joyda saqlanadi. Mana bu joyda saqlanadi. Muallifning eslatmalari loyiha haqida. Endi siz har bitta notebook ochganda uni tepada nomlab olishingiz kerak. Misol uchun test notebook LM deb yoziladi. Demak, bizda uchinchi tomonimiz bor, bu studio. Studioda asosan 9 ta instrument bor. Ya'ni sizga nima deydi? Muammolar yechib beradigan, hal qilib beradigan. Bular nima? Audio, audio qayta hikoya qilib berish, video yasashingiz mumkin, hisobot tayyorlashingiz mumkin, test tayyorlashingiz mumkin. Xo'p, ma'lumotlarni jadval ko'rinishida olishingiz mumkin. Undan tashqari prezentatsiya, undan tashqari bu joyda biznes protsess, ya'ni pie chart,
ya'ni aql xaritasi tuzishingiz ham mumkin. Undan tashqari kartalar, uni ham men ko'rsatib o'taman. Undan tashqari infografika. Va eng pastiga qaraymiz, bu joyda qaydlar uchun, misol uchun ma'lumotlar. Qaydlar uchun alohida joyimiz ham bor. Qaydlar, ma'lumotlar kiritadi. Demak, chatni ko'rib o'tamiz. Chatni asosi shu. Endi manbalarda sizlar nimalar yuklashinglar mumkin? PDF yuklashinglar mumkin, veb-saytdan ma'lumot tortishinglar mumkin, matnli hujjatlar, ya'ni katta-katta kitoblarni bemalol tahlil qilishinglar mumkin. Undan tashqari video, audio fayllarni qo'shish imkoniyati bor. E'tiborli joyi, keyingi darslarda ko'rib o'tamiz. Videoni YouTube'dan tortishinglar mumkin yoki Google Diskdan yuklashinglar mumkin. Audioni esa faqat WAV hamda MP3 formatlarinigina bemalol yuklashinglar mumkin bo'ladi. Shuningdek, faylni mana Google Drive'dan import qilish imkoniyati bor. Xo'p, yana nimalar bor desa, bu joyda o'zida yana daftar yaratishinglar mumkin, ya'ni notebook. Undan tashqari mana bu joyda ulashish degan joyi bor. Ulashish qanaqa bo'ladi? Xuddi Google Diskdagidek ketaveradi. Misol uchun, umumiy kirish, havolanib nusxalab olasiz. Yoki undan tashqari mana bu joyga kimningdir elektron pochtasini kiritasiz, holatini kiritasiz, misol uchun shunchaki chitatelmi yoki redaktormi, bemalol kiritishingiz mumkin bo'ladi. Sozlamalar boya ko'rib o'tdik. Bu joyda ortiqcha narsa yo'q. Mana bu joyda tahlil bor. Tahlil ma'lumotlar to'liq ishlagandan keyin chiqadi. Xo'sh, mana buning uchun kelinglar, mana buni birga ishlatamiz. Endi chuqur tahlil, bu juda ko'p ma'lumot, juda katta vaqt oladi. Buni o'chiramiz. Notebook ham bizga internetdan kerak bo'ladi. Chuqur tahlil bizga kerak emas. Mana tezkor qidiruv. U internetdan manbalar chiqarishni boshlaydi. Siz undan tashqari YouTube'dan istalgan videoni olib bu joyga yuklashingiz mumkin. Mana e'tibor beringlar, men tiliga hech ham qaramayman. Mana misol uchun One of the things I've been struggling with recently. Xo'p, til umuman notebook elim uchun ahamiyatsiz. Rus tili, ingliz tili, fransuz tili bemalol ishlashingiz mumkin. Xo'p, mana bu joyda manba chiqarib berdi, uni import qilishimiz mumkin. Undan tashqari mana bu joyda YouTube'dan manba yuklanadi. Bemalol uni ham kiritishinglar mumkin. Xo'p, yuklaymiz. Mana bu joyda yana men ko'rsatadigan joylarim bor sizlarga. Xo'sh, ko'chirib turamiz. Bizga yetarli. Mana ma'lumotlar qo'shildi. Xo'sh, biz YouTube'dan video olgan edik, mana bu joyga qo'shildi u. Demak, barcha manbalarni tanlang deyapti. E'tibor beringlar. Bu joyda qanaqa knopkalar bor? Siz xohlasangiz bitta, ya'ni yuklangan 10 ta manbadan, misol uchun bittasidan foydalanishingiz mumkin. Yokida hammasidan birato'la foydalanishingiz ham mumkin. Mana bu joyda, demak, mumkin bo'lmaganlarni olib tashlaymiz. Bemalol o'chirib tashlashingiz mumkin yoki hech qanaqa xalal bermaydi. Xo'sh, mana bu joyda manba chiqdi. Bu ingliz tilida, bu esa o'zbek tilida. Nimaga desanglar, biz tepada уже translator qo'yganmiz. Buni o'chirsak faqat ingliz tilida ketadi. Endi tilni to'g'rilash uchun siz mana bu joyga yozishingiz mumkin. O'zbekcha yoz. Endi bu yog'i chat. Chat bilan faol ravishda ishlashimiz mumkin bo'ladi bemalol. Xo'p, e'tibor beringlar, mana bular ranglari ko'rinishni boshladi. Va men birov ichlarini ko'rsataman, bular nimaligini. Bu audio tayyorlanadi, bunda video tayyorlanadi. Bunda hisobotlar beriladi. Xo'sh, mayli o'zbek tilida ko'rib qo'yamiz. Mana. Xo'p, bundan tashqari prezentatsiya qilinadi. Testlar, taqdimotlar, ya'ni kartalar tayyorlanishi mumkin. Infografika. Infografika tayyorlanadi. Ularni ham batafsil ko'rib chiqamiz. Ma'lumotlar bazasi bu yerda. Xo'p, e'tibor berishingiz mumkin. Mana o'zbek tilida yoz deyapti. Nima uchun? Chunki men unga o'zbekcha yozishini tayinladim va bu juda sodda. Demak, birinchi darsimizni mana shu yerda tugatamiz. Ikkinchi darsimizdan har biriga bittama-bitta ko'rib chiqishda boshlaymiz.